Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Azizlarim, juda ham ko'pchilik ijaraga kvartira so'rayotganda, mana sizlar uchun Kalsoda sentrdan Yusel ofisini yuqorisidan ikkinchi etajda bir xonali kvartira topib qo'yganmiz. Sharoitlari bemalol maza qilib kirib yashaydigan. Qanunda ichkarini ko'ramiz. Ketdik. Mana sizlarim xonadonimizga kirib oldik. Kirolish qismimiz, prixoshkamiz. Kirganimizda shundoqqina o'ng qo'limizda tualet vannasi joylashtirilgan. Mana remontlari ham yaxshi, o'rtacha holatda. Bu yoqda shundoqqina chap qo'limizda asosiy zal xonamiz, katta 5 ga 3, bemalol bitta oila kelib, maza qilib yashab yursa bo'ladi. Undan o'tganimizda mana ko'rib turganingizdek oshxona qismimiz. Oshxona qismimiz ham yaxshi, remontlari. Bu yoqda esa balkonimiz faqat kichkina 3 ga 1,5. Oynalari yaxshi, akfadan. Bu yoqda mana shahrimiz shundoqqina ko'rinib turadi. Kalsoda joylashgan. Bu yoqqa kelib bemalol maza qilib yashasangiz bo'ladi. Ijara narxini uyning egalari 1,8 million so'm belgiladi. Bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumot olib kelib yashasangiz bo'ladi.